Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan Darkman bo'ladi. Bugun sizlar bilan yana bir marta horror o'yin o'ynaymiz. Bu horror o'yin nomi Nashir Nurs deb nomlanadi. Uning o'zbekchaga tarjima qilsak, kechki smenadagi hamshira. U nega hamshira? Men o'zim shu savolni beryapman. Hozir biz buni ko'rib olamiz. Men o'yinni boshlayman. Ovozlardan o'zi o'yin menga yoqmayapti. Hozir liftamiz bo'yicha 8-sentyabr 4-chi qavatda ekan. Xo'sh, nimalar yozilgan? Rasmga qaraganda osmon ukalar mevalardan qilinadi. Tupurdim shu gapiga. Your health is our priority. Sizning kuchingiz sizning sog'lig'ingiz bizning vazifamiz deyapti. Xo'sh, liftdan chiqishimiz kerak menimcha. Lekin uning grafikasi juda zo'r emas. Hamshiralar maska taqing deyapti shekilli. Men gapiryapman. Men emas, hamshira menimcha. Salom, qanday yordam bera olaman? Salom hamshira, boshqa hamshira gapiryapti. Time to deliver says Mavar birinchi yotog'ini doridan olib borish vaqti keldi. U Mr. Pamela Savitri, 65 yosh. U doktor Edwardning bemori, ya'ni mijozi. Xo'sh, shu medicine, ya'ni nima deydi? Medik listini siz kompyuteringizga yubordim. Iltimos, siz uni ochib farmakistga yuboring, ya'ni ayting deyapti. Keyin siz ozgina kuching va farmasist sizga telefon qiladi, dorilar tayyor bo'lganda. Siz meni tushundingizmi? Ha, tushundim. Kompyuterni ishlat deyapti. Bo'ldi shekilli. Ozgina kuting deydi, endi kutamizda. Printerlari bor. Mana uni dalilni o'lchaydigan asbob menimcha. Bunisini bilmadim lekin. Telefon bo'lyapti. Salom, qanday yordam bera olaman? Farmakist telefon qildi, davolar tayyor bo'ldi shekilli. Salom hamshira. Pamela Savitrining dorilari tayyor deyapti. Iltimos kelib farmasiyaga kelib ularni olib keting. Farmasist qayerda endi? Yozug'i ham dahshat xira ekan. Mana-ku farmasiya. Mana dori. Endi Mavar birinchi yotoqni topishimiz kerak menimcha. Bular yotoqlar bo'lsa kerak. Ishi ochilmayapti. Bu Angrik ekan. Milati. Bunisi Mavar bo'lsa kerak, boshqa yotoqxona yo'q. Mavar ekan. Kucha qo'q konsollar bor. Nima qilish kerak? Qariganki buni. Ana opachiga yashaydi. Kechirasiz. Bemorning qizi ekan bu. Hanuse, nima deydi? Hamshira.
Mister Mrs. Pamela Safit'ning dorilari deyapti. Bu mening oyim uchun. Rahmat. Bo'ldimi? Yaxshi, ketaylikchi, boshqa topshiriq aytmadi-ku. Qorong'u lekin ko'cha. Hech narsa ko'rinmayapti. Kompyuterda o'ylab bo'lmaydimi? Hamshira o'tirib kompyuterda o'ylab ko'rmaydimi? Telefon qilsa topshiriqni bajarib. Boshilmayapti. Telefonmi? Telefon ekan. Salom, qanday yordam bera olaman? Boya qiz telefon qilyapti. Salom hamshira. Infusion bottle. Xullas, infusion bottle tugadi deyapti, ichida qolmadi deyapti. Osma ukolda, короче. Siz uni yangisiga almashtirib bera olasizmi? Avvaldan rahmat. 100 kompyuter. Kompyuterni ishlatyapti. Nima bu ekranni ko'rsatmayapti menga? Men o'zim ishlashim kerak emasmi buni? Bo'ldimi? Almashtirmaymiz dorisini. Tushmayman, u yo'qotib. Nima bo'lyapti? Yana dorixona, dorichi. Yana o'sha gaplar. Salom Nursiy, Infusion bottle. Xullas, Infusion bottleni olib keting deyapti. Mr. Pamilaga. Mrs. Pamilaga, Mr.mish. Ayol kishi shekilli u. Mana. Menga laktat. Bunaqa dori ishlamaganman. Olib keldim. Kechirasiz. Ha, Nursiy. Infusion shu osma ukol tugadi. Iltimos, uni almashtiring. Mana bo'lsa kerak. Shuni qo'l yo'langanmi shu? Da. Shuni almashtirishimiz kerak ekan. Yaxshi. Yana gaplashishimiz kerak. Siz uni infusion bottle yangisiga almashtirdingizmi? Ha, men qildim. Rahmat deyapti. Hamshira, keyingi bekatda kimdir nimadir bo'lyaptimi deyapti. Uyur bo'sh nimadir bo'ldimi deyapti. Yo'q. Men kichkina bolani yig'layotganini eshityapman deyapti. U juda baland baqiryapti, xafa. Anchadan berimi? Shu anchadan beri yig'lıyor. Siz uni tekshira olasizmi deyapti. Mavarni ikkining mana bu yerda bo'lsa kerak-da. Qanday bo'lsa bu yerda? Ochmayapti. Qo'rqib ketdim, qop-qorong'u qilganiga. Yo'q, qorong'u ekan. Men svetni yoqishim kerak. Mana bu-ku, svet menimcha. To'g'rimi? Push deyatuvdi-ku. Bachcha bor bunda. Bolalik. Tomoshaga tekin kelmayapti, mayli. Sizlar uchun. Bolakay. Hammasi joyidami? Qoch. Nima ishlamayapti? Qarama. Yo'q. Seriously, qo'rqib ketdim. Endi birinchi ana u tugadi deyapti. Keyingi hikoyaga o'ting deyapti.
Voy, seryozni. Bu jononni qo'rqitish g'alati bo'ldi. Yana chiqsa kerak. Bolaka yeb qolgan endi yana oldinga. Telefon bo'lyapti. Yana o'sha gap. Qani yordam bera olaman. Salom do'stlar. Xuddi boya gaplar ekan, o'tkazib yuboramiz. Kompyuterdan nimadir qilyapmiz-da shu. Yana boyagidek qo'rqitish qilsa kerak-da. Bir xil gap bo'lyapti-ku. Hozir pamakiz telefon qilsa kerak edi. Ha, o'sha shuning uchun o'tkazib yuboramiz. Bir xil gap menimcha. Yana dorilar. Yana kiramiz. Yana beramiz. Okey, yana boya gaplar. Telefonga qo'yamiz, yo'qmi? Telefon chiqarishdan bo'shamaydi. Eshikni o'zi yopib oladi. Mana stulga o'tirib bo'lmaydi-ku. Boyagidek telefon qo'yib shekilli. Ha, o'sha yana hozir anoni olib borib ber deydi. Shu infusion botdi. Hozir yana pamakiz telefon qiladi. Lekin mana qop-qora bilan yo'qmayapti menga. Juda bir gap bor. O'tkazib yuboram, xavf bo'lmaysizlar, mana gapni o'qib o'tirishga sabrim yetmaydi. Qo'y gaplar, ishonaveringlar. Pullarni ham tekshiring kelyapti meni. Ochilmayapti negadir. Kechki seminarda faqat ma'nolar bormi deyman. Yana o'sha gaplar. Almashtiramiz yana. Tushunmadim, bu tugmaning uchun qolib ketdi. Tushunmadim. Yana gaplashamiz. Yana boya gaplar. Yana shu bola yig'layapti deyapti. Juda baqirib yig'layapti. Tekshirasizmi? Hozir endi boyagidek qo'rqsam kerak-da. Ha, xuddi shunday bo'ladi hozir. Boshqasi takrorlanmaydimi? Hech narsa yo'q bu yerda. Nimasi? Odam sovqotib ketyapti. Men bilan qo'rqyapman. Yurmang bilan. Nima uchun qop-qorong'u? Qo'rqyapman men. Yo'qmi? Sit yo'qinglar, qo'rqyapman men. Bolam kimlar ketyapti? Salom. Nafas ovozi. Salom, kim bu? Jinnisin. Sizni tushunmayapman. Bolakay. Bola telefonni o'tiraver dedim. Seryozni. Buni qo'rqaman deb o'ylamagandim. Bola nimaga qo'rqityapti savol. Yo'qmi? Hech kim. Demak o'zgarib turadi, demak qo'rqib turish kerak hamma narsadan. Telefondan qo'rqib qoldim.
Yana o'sha gaplar. Kompyuterda ishlatamiz. Bo'ldi, lekin seriously boyagi juda o'tib tushdi. Telefonni otaveray degandim. Yana o'sha gaplar. Xonaga borgim ham kelmay qoldi. Lekin o'yin tugatishim kerak. Sizlar uchun o'ynayman. Ha, keyin bu men birinchi o'yinchi emasman bu o'yinda. YouTube kanalida Orif bilan yozib ko'rsanglar, u kishi mendan oldin o'ynab ko'rgan bu o'yinni. Lekin men videosiga e'tibor bermagan edim. Men ko'pincha o'yinlarni o'ynashdan oldin videosini ko'rishni yoqtiraman, chunki o'yindan keyin nima deydi, qiziqish yo'q bo'lib qoladi. O'yin o'ynab ko'rganmiz, ya'ni o'ynashni ko'rganmiz, qiziqish bo'lmay qoladi. Musor kelinglar ham bor ey. Musor tashlamayman lekin men. Skipda. Kompyuter juda eskiga o'xshayapti. Lekin o'yin grafikasi juda past. Parmakist. Yana o'sha infushn bottlab deyapti menimcha. Endi qanday qo'rqitar ekan ey. Balam bijirlab ketyapti, soqat ketaman bolalar. Qo'rqmaslar. Yomon. Juda g'alati bo'lib ketyapman. Almashtiramiz. Qo'rqaman o'tirib. Qisada hozir qaraganimda. Nega bunga skip chiqmayapti? Yana o'sha gaplar, hech narsa yo'q. Bola yig'layapti. Iltimos uni tekshiring. Yoqmayapti ana shu narsa menga. Nimasi bu? Yo'q, qo'pol bo'lib qoldi. O'ynagim kelmay qoldi, keyingi o'tmasamchi. Yomon. Judalar. Hali endi ikkinchini tugatdim men. 9 ta bo'lyapti. Liftdan tushib kelmay shu yerda o'tirsam nima qiladi? O'sha gaplar. Borgim kelmayapti o'sha xonaga bolalar. Obunachilar, tomoshabinlar. Nargisi diye. Nima deysan, talpa yo'q. Qo'rqib ketganman. O'zimni bosib olishim kerak. O'zim bosib ol. Endi boshqacha gapiryapti. Siz bu yoqqa kela olasizmi tezroq? Nima bo'ldi? Buni telefonda gaplasha olmayman. Iltimos, keling bu yoqqa deyapti. Endi uni qo'rqityapti nima balo. Men borgim kelmayapti. Hozir mendan qo'rqaman yerga borsam. Nimadir bo'ladi aniq. Shunisi.
Mis, bu qon qayerdan keldi? Menga yordam bering. Bu Nextbit keyingi anondan keyingi yotoqda bo'lyapti voqealar hammasi. U bezrumga kirib ketdi, o vannaga. Men bu yerdan chiqolmayman, juda qo'rqyapman. Bundan qo'rqyapman. Qop-qorong'i bu yer ham. Chipta yoqish kerak. Qarolmayman men bolalar, qarolmayman. Tezroq ket. Pula qolsaychi. Bo'lay. Tushunmadi, o'yin qotdimi? Bu safar qo'rqitmadi-ku. Yaxshi bilan qo'rqitmasa yaxshi edi. Qo'rqmasam bo'ladi menimcha endi. Buni qo'rqitmadim, demak bu yoq qo'rqitishga bo'lmaydi. Yo'q. Bola уже nimasi edi bu endi? O'ynab turib sovqat ketaman bola. Seriyozga gap. Bolam bijirlab ketyapti. Nima yomg'ir bo'laydi. Bo'ldi bola, endi o'yinni davom ettirish kerak. Endi hozir yana chiqsam turmagan bo'lsa bo'ldi endi. Bu o'zingizni joyingga bor deyapti. Joyim qayerda endi? Nima bo'lsa kerak-da. O'tiramanmi? Yo'q, tek qo'y deyapti. Olim sumka olmagan. Sumka ham zo'r sumka-ku. Yana boya gaplar. To'g'risini aytsam bo'ldi, yuragim 6 ta bo'lakka bo'linib ketdi qo'rqqanimdan. Juda qo'rqinchli bo'lyapti. Yana o'sha gaplar. Endi вообще xonaga borgim kelmay qoldi, judalar umuman. Birinchi bolakay, endi qandaydir ayol. Tushunmayapman. Sabab nima? Juda qo'rqib ketyapman. Endi nima bilan qo'rqitmoqchi? Hujjatlar juda xira yozilgan. Balki mana nimadir yozilgandir. Yo'q, umuman ko'zim o'tmayapti. Sumkani tekshiryapti. Dori oldim hozir. Nima qilay endi? Bu xotinga borish kerakmi yo'q? Menimcha shunday. Ha, shunday ekan. Elsi nimada bo'ldimi? Kechirasiz. Bitta dorini unutibman deyapti. O, rahmat. Thank you deyapti. Keyingi yotoqda kimdir bormi? Yo'q, nimada bo'lyaptimi? Yana o'sha gaplar. Bola yig'layapti. Uni tekshirishingiz kerak. Hozir yana bir nima bo'ladi. Yana qorong'u.
Endi nima? Hech narsa yo'q-ku. Sen nima bergi chiqib olding? Hech narsa yo'q. Nimadir qilmikan deyapti. Qayerga ketmoqchimisiz deyapti. Hamshira, men boshqa xonaga o'tmoqchiman deyapti. Of, nima uchun? Bu xona juda men bu yerda o'tira olmayman hamshira, men qo'rqib ketyapman deyapti. Yo'q, bu yer xavfsiz. Qo'rqishga hojat yo'q deyapti. Hamshira, haqiqatdan ham men juda qo'rqyapman. Men o'zim bosolmayapman. Xo'p, men kompyuterimni ko'ray, keyin sizga xabar beraman deyapti. Iltimos hamshira, men bu yerda ko'p o'tira olmayman deyapti. Xavotir olmang, bu yer xavfsiz. Sizning oyingizga qarashga odam yo'q. Yaxshi, hamshira. Iltimos, meni shu yerda kutib tura olasizmi minut deyapti. Menimcha shunday deydi, ingliz tilini yaxshi o'qimaganman. Kompyuterda ishlatyapti. Ishlatdim shekilli. Endi borib xabar berishim kerak, to'g'rimi? Endi kim telefon qilyapti? Kimdirsin. Boshlash juda qiyin. Xona availability nima? Biz bu yerdan chiqamizmi? Meni kechiring, missis. Boshqa xonalar band deyapti. Vacant next to your. Bu gapiga tushunmadim lekin. Iltimos, hamshira, something wrong here. Xullas nimadalar deb gaplashyapti. Ingliz tilini zo'r o'qimaganman bolalar, to'g'risi. Ingliz tilini 50-50 bilyotibdi. O'zingizni bosib oling deyapti. Men biladigan so'zlardan aytyapti endi. Bu sizga tuyulyapti shunchaki deyapti. Siz charchagansiz, ozroq dam oling deyapti. Chuqur nafas oling, tinchlaning. Lekin hamshira, bu xayolingizda, siz uni chiqarishingiz kerak. Tushundingizmi? Okay, thank you, Nursi. Marhamat, azmi, you can call me again. Nimadir bo'lsa menga telefon qilasiz deyapti. Bo'ldimi? Boshqa hamshira, salom. Sizga qanday yordam bera olaman? Men same profession Milati. Endi boshqaga. Mr. August Silit Bilgit yosh ekan. Dr. Boykisni anonsi. Yana kompyuteringizga jo'natdim. 7 steps before. Xullas, endi boshqa bemorga o'tdikmi deymanda.
Yut. Qo'rqitib yubording ey. Yordam bering. Ovozlar yana takrorlanyapti. Men bu yerdan ketishim kerak. Iltimos o'zingiz bosing. Bu yo'qchiman. Men bu yerda o'tira olmayman. Bu ovozlar haqiqatdan deyapti. You need to believe me. Siz meni tushunyapsizmi deyapti. Men ko'chaga chiqib kelishim kerak. Короче, projega borib aylanib kelishim kerak. O'zingizni bosing, xo'pmi? I will try get on some. Men boshqa xonani ko'rib chiqaman deyapti. Bizga yordamingiz kerak. Men juda qo'rqyapman. Men chiqib kelishim kerak deyapti. Miss but did your mom take dorilarni ichdimi deyapti. She can do it later. U keyinroq qiladi deyapti. Mening oyimga yordam berib tura olasizmi deyapti. Men lobbiga chiqib kelishim kerak deyapti. Borib kelay deyapti. Men do'stim kelyapti. Company me. Yur. Lekin qayerga ketganini tushunmadim bolalar. Endi nima qilishim kerak? Tushunibsan? Oshqoldi. Bugun qo'rqmadim. Qo'rqmaydi, anonsi ham ko'p ekan. Shu joyingga bor deyapti. Suvgani qo'y deyapti. Hozir yana telefon bo'ladi. Ana aytdim-ku. Skip bosyapmiz deganlar. O'yin uncha qiziq bo'lmay qoldi bolalar. Qo'rqinchli joy chiqmayapti. Juda. Endi yana uzoq tutsak, yana telefon bo'ladi. Ana telefon qilyapti. Shu yerda qo'lim yetmaydimi? Yana o'sha gaplar. Yana dori borishim kerak. Mana dorilar. Nima uchun Melatiga men dori olib bormadim hozir? Oy telefonda aytdi, lekin Melatiga olib borishingiz kerak deb. Joyimga borsam hozir yana telefon qiladi. Sumkamdan olib borishim kerak edi-ya. Qo'lni qaraydi, qo'lni. Yana o'sha gaplar. Tugma negadir yo'qolmayapti. Agar ma'no to'g'riligidan bo'lsa kerak. Yana o'sha gaplar. Kompyuterni ko'ramiz. Mana yana tayyor. Hozir osma bossak kerak yana. Shu o'sha ishlarimiz. Hozir boshqa yana bir narsani gapiradi. Menimcha. Jon kirib ketdi mana bunga. Qaranglar menga.
Yana o'sha gaplar. Salom, Mrs. Pamela. Did you take siz dorilarni ichdingizmi? Ha, men qildim, rahmat. Ha. Marhamat, xonim. Hamshira, nariga o'tirdi, bu ham shu gaplarni gapiryapti yana. Mendan keyin, men yotog'imdan keyingida kimdir endi mening yuzi juda xafa edi deyapti. Xullas, nimalardir deyapti, men tushunmayapman. Mening qizim ayol haqida gapiryapti. Ayol men ko'rganim yo'q, men ko'zlari telefonda edi deyapti. Dorilarning ta'siriga shunday bo'layotgan, sizga ko'ringanda deyapti. I'm not sure, but maybe you're right. Men tushunmayapti deyapti menimcha. Okey, men o'zim joyimga boray qolay deyapti. Hamshira, yordam bering, mening oyim hushidan ketdi deyapti. Tushunmadim. Hozir tushlikka gaplashib, ye. Nima bo'lyapti? Tushunmadim. Qo'rqyapman men. Bo'ldi, kulishni to'xtating. G'alati. Tushunmayapman. Yana o'sha ishlarni qilish kerak deyapti. Hozir yana telefon bo'ladi. To'g'risini aytsam, Zaynab bo'ldim shu ishlardan. Unchalik keyinchalik qo'rqmayapman. Qo'rqinchli narsa chiqarib boshdan bunday qo'rqitdi. Telefonimni sindiray dedim ot yorib. Yana o'sha gaplar. O'zing olib borib ber shuni. Men aynan ketishim enadan men. Ushla. Yo'qol endi. Yana olish kerak. Chop yana. Lekin menga o'yin unchalik yoqmadi. Oxir qanday tugaydi men tushunmayapman. Ma'no bor. O'yinda hozir hech narsani tushunmayapman men.
Yana xuddi o'shanda shuni botib tegayli deydi. Kamtarlik qil deydi. Ozgina yana payt kisikmidi nima edi? Короче, o'sha kishi telefon qiladi. Charchab ketdim bolalikim. Juda g'alati. Judayam. Bu yana turib olgan. Mana qo'yyapti yana mana o'tirgan yana chiqib oldi. Bu o'yin dasturi xatoligidan bo'lsa kerak. Yana nima deysan? Tinchi. Yana boya gaplari. Yana o'sha gaplari. Jonimga tegib ketdi. Yana tekshirma. Hozir endi battar qo'rqitadi. Aniq bilaman, yomon qo'rqitadi hozir meni. Men bu yerda nimada bo'lganini bilaman deyapti menimcha. Bu 3 oy oldin bo'lgan edi. Bir ayol o'g'lim kasalligi o'lganidan chidolmas edi. 2 kun kasalxonada yotdi. U charchadimi shunday deyapti. Mencha qandaydir kasallik bilan o'lgan edi. Men uni o'ldirganim dedi. Dori bilan. Bu mening kolleksiyam. Bu mening odamim. Men odamlarni dori bilan o'ldiraman deyapti. Shu medisinada bu kishi anchadan topilmaydi. Men anchadan beri bu ishni qilaman deyapti. Astma qilganlarni o'ldiraman deydi, astma qilib. Uning oilasi bunga chidolmadi va men telefon qildim. I got doctor for emergency help. Men yordam berishni so'radim deyapti menimcha. Meni hayotni saqlab qolishga qildim, lekin o'xshamadi. Men rosa kuldim. Men bu ishni qilganimdan juda xursandman. Men buni yana takrorlayman. Doktor esa bolani o'lganini aytdi. Uning oilasi juda ko'p yig'ladi. U bunga chiday olmasdi. Doktor va men uni olib chiqishga harakat qildik. Doktor tashnalikdan cho'kol qildi. Va u tualetga kirib ketdi. Endi tualetdan qarab, oh my, I'm so happy. Juda xursand edim. Va tualet bir voqea yuz berdi tualetdan chiqqanimdan keyin. Nega sen mening o'g'limga qilding? Nima uchun mening o'g'lim bilan? U mening hayotim edi. Men ham hayotimni yo'q qilaman deyapti menimcha. Kutib tur, men seni oldinga boraman. U seni o'ldirmoqchi. Chinursan. Seni o'ldirdi.
Mening kolleksiyam. So'ng men yana xohlayman deyapti. Hamma shunday qilaman deyapti, o'ldiraman deyapti. Men ozroq kutishim kerak. Bu eshitmadi hozir mening gapimni. Sezib qoldi-yu, meni o'ldirayotganimni. Tushunmadim, ishi yo'q qoldi-ku. Yo'q, qo'shiq aytyapti, eshityaptilarmi? Mana shu voqea yuz beryapti. Işte bas qilay, ovozim yo'qmayapti. Ruhni. Oh, sizlar shu yerdamisizlar? Kolleksiyam mening. Sizlarga yangi do'stlik beraman. Oyi, iltimos uyg'oning. Oyijon. Oyijon. Mana bu qiz gapiryapti. Mening kolleksiyam. Hamshira. Jinnoson hamshira odamlarni o'ldirib jinnimi u? Qanday hamshiralikda ishlab yuribdi u? Tushunmadim. Lift ishlamay qolishi shekilli. Hello, odamlar. Yordam beringlar, men tiqilib qoldim deyapti. So'roq, hayron bo'lyapti. Salom, yordam beringlar. Men telefon bilan. Telefon qilishim kerak, tushunasizmi? Antenna yo'q. Men antenna bor joyga topishim kerak deyapti. O, antenna chiqdi. Kimga telefon qilyapti? Menga yordam kerak. The door is open. Ozgina ochildi deyapti. Men bu yerga chiqib ketolsam kerak deyapti. What? Nima bo'lyapti? Men qimirlamayapman. Men oyog'imni ushlab olgandek. Men oyog'im qo'yib yubor, ahmoq arvoh. Yo. Ishni qo'yib yuboringlar. Men bu yerdan chiqib, meni qo'yib yuboringlar deyapti. Hey, sen to'xta.
Eshik yopma, yordam. Yo'q. Oye. You should die here. Sen shu yerda o'lasan. Bu nimaning ovozi? Tushunarsan? Hozir o'ldimi endi bu? Bonus ham bor ekan. Uni o'ynaymiz bonusda ham. Yo'q, o'lmabdi-yu. 19-sentyabr 2008-yil bo'ldi endi. Nima qilishim kerak endi men? Ye. Tushunmadim. Nima bu? Nima men avohga aylandimmi shunda? Yo'q. I'm looking for Mr. August Slit. Hold on, he hated 10 homes this afternoon. Tushunmadim. Nima qilishim kerak? Excuse me. Kechirasiz. Salom. Yes. Miss, do you hear me? Siz meni eshityapsizmi? Hey you. Yo'q. Arvohlar. She can't hear you. Because you died. Chunki sen o'lgansan. Ha. You already insane us. Endi biz seni xohlagancha. Endi biz senga tegib olamiz. Biz seni urishimiz mumkin, qiynashimiz mumkin deyapti. Just beat her up, Mr. Sigit Purnomo. Yo. Yuqori notalarda bugungi video tugadi shekilli. Biz bonus endingni ham ko'rdik. Sabab nimaligini ham bildik. Nima uchun hamshira o'ldirgan, chinroq odam ekan. Nima uchun aynan qo'rqitishgan buni, nima uchun o'ldirishdi, nima sababdan. Xullas, bugungi videomiz shu bilan yakunlanadi. Xayr, sog' salomat bo'ling. Shu hamshirani boshiga tushgan narsasi boshiga tushmasin. Xayr. Sog' salomat bo'ling. Sizlar bilan Darkman bo'ldi.